Mana navbatdagi loyig'ish apparatlarimiz tayyor bo'ldi. Apparatlarimiz mana kompaktni, mo'shni qilib chiqarildi. Razmerlari kelsa, razmerlari 29, 39, podiyom 10. Ichi qalin nerjavika bilan jihozlangan. Nerjavika mana shunaqa glansi original toza nerjavikalar qo'llab chiqilgan. Apparatimiz 6 talik, bir vaqtning o'zida 6 ta g'ish chiqaradi. Kunida 2 kishi agar g'ish qo'ygan taqdirda shu apparat bilan 2,5 mingtadan 3 mingtagacha g'ish qo'ysa bo'ladi. Apparat juda yengil, qulay ishlatishga. Kimga mana shunaqa loyig'ish apparatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Xohlagan o'lchamda, razmerda qilib beramiz. Masalan 29-39, 25-12, masalan 3 talikdan 6-9-12 talikgacha mana shunaqa razmerdagilar. Bundan kichikroq bo'lsa, 10 talikdan tortib 100 talikgacha qilsa bo'ladi. Masalan, razmeri 25 ga 12 ni podiyom 6-9. Shunaqa apparatlar kerak bo'lsa murojaat qilasizlar. YouTube kanallarimiz nomi YouTube Metal Master Jasur. Nomerimiz 97 141 89 99. YouTube kanaliga o'tib qarasangizlar, yana boshqa videolar ham yuklangan. Bemalol mana ishlagan jarayonlari bor. Boshqa turdagi loyiha apparatlar bor. 3 talikdan tortib, u yerda ham 30 talikgacha ko'rsatganmiz. Manzilimiz Qashqadaryo viloyati, Shahrisabz tumani.